Так, assalomu alaykum hammaga. Demak, elektromobillar haqida shunaqa qiziqarli videoga duch keldim. Shunga hozir imkoniyati boricha, iloji boricha oddiy, sodda so'z bilan tushuntirishga harakat qilaman. Demak, qanaqa video mana hozir ko'ramiz. Bo'lmasa kerak menimcha. Chunki Vazirlar Mahkamasining qarori bilan bu avtomobillarga butunlay zapret qo'yildi. Imенно Leapmotor S16 larga. Nima sabab? Test jarayonida bu avtomobillar o'zidan ko'p nurlanish chiqargan bo'lishi kerak. O'sha dokumentda ko'rsatilgan shunaqa avtomobillar o'zidan ko'p nurlanish chiqargan. Bu nurlanish kardiostimulyatori bor odamga zarar tegishi mumkin yoki yo'l chekkasida turgan radarlarga yoki harbiy har xil uskunalarga, radarlarga yoki aeroport oldidagi uskunalarga ham zarari bo'lishi mumkin yoki больница oldidagi har xil tibbiyot uskunalariga ham zarari bo'lishi mumkin. Shu bilan birga menda qo'shimcha savol bor. Bu avtomobillar shunaqa narusheniyasi bor ekan. O'zbekistondagi chiqarilayotgan avtomobillar ham shunaqa testlardan o'tganmi? O'zbekistonda chiqarilayotgan kir mashinalar, elektro uskunalar, televizor, elektromagnitniy, elektro mikrovolnovkalar o'shalar testdan o'tganmi yoki bu очередной yoki navbatdagi monopoliyami? Bu savollarga kim javob beradi? Bu avtomobillarning taqdiri nima bo'ladi endi? O'zbekistonga ko'plab olib kirilgan, rastamoshkada turibdi yoki rastamoshka qilib bo'lib sotuvda turgan avtomobillarning taqdiri nima bo'ladi? Demak, ko'ryapmiz, mana videoda elektromobil Leapmotorni qoralab chiqaryapti. Как будто ular nurlanishi katta deb. O'zi nurlanish nima? Mana shuni ozgina gapirmoqchiman. Общий hammaga tushuncha bo'lishi uchun, oson tushuncha bo'lishi uchun juda oddiy qilib tushuntirishga harakat qilaman. Demak, ketdik. O'zi mana shu telefon, mana shu sim, mana bu temircha, yana bitta temircha, mana bu va oddiy magnit. Magnit bu yerda donasi ko'p. Mana yopishyapti o'zi. Demak, mana bitta donachasi magnitni. Tak. Demak, хорошо o'zi yopishyapti bu magnit. Mana oddiy magnit yordamida nurlanish magnitni polya bormi mashina ichida, yo'qmi o'rgataman. Mana shu telefon, sim, mana motor bilan oddiy qilib tushuntirib beraman. Avval biz tushunib olishimiz kerak, o'zi nurlanish nima o'zi? Nurlanish nima? Demak, ketdik. Hozir mana ko'rsataman, nurlanish rasmida tushuntirish beraman. Mana bu yerda agar e'tibor bersak, nurlanish bizlarda Wikipediyada, o'zim so'zim bilan aytmayapman, hammani aldamasligi uchun, o'zim fikrimni bildirmasligi uchun Wikipediyadan o'qitardim. Nurlanish bu mana shunaqa narsa ekan mana. Demak, agar mana bunday qilsak agar, bu nurlanish bu atomni kimnichta bo'lakchalarga bo'linishi ekan nurlanish. Demak, birinchi bo'lakchasi bu alfa ekan. Ko'ramiz, mana alfa bu gazetani qo'ygan, gazetadan o'tolmaydi даже bo'lakchasi. Mana shu nurlanish bo'lakchasi alfasi gazetadan o'tolmaydi. Ikkinchisi beta ekan. Bu bo'lakcha derazadan o'tolmaydi, o'sha nurlanishi. Yomoni bu mana bu 3-chisi va 4-chisi. Neutronное излучение bor-ku, излучение, gamma излучение va neutron 4-chisi mana qaraydi, mana bu yerda yozilgan. Alfa, beta, gamma va neutron. Mana shu ikkitasi juda yomon nurlanish hisoblanadi. Uni agar e'tibor bersak rasmda gamma ham devordan o'tyapti. To есть devordan. Devor даже agar oddiy beton bo'lsa o'tadi gamma. Svinets bo'lsa, ya'ni qurg'ochun bo'lsa o'tmas ekan.
Neytron esa farqi yo'q. Qo'rovchimi, u boshqasimi, u pryamoy o'tib ketaveradi. Mana shu nurlanishning eng zararli nurlanish hisoblanar ekan. Demak, davom etamiz. Mana bunaqa rasmlar qancha xohlasangiz, mana internetda to'lib yotibdi bunaqa rasmchalar. Mana виды излучения, излучение и их проникающая способность. Mana alfa birinchisi, beta ikkinchisi, gamma ko'ryapmiz. Gamma ham unaqadan o'tyapti. Metalldan ham легкий materiallardan ham. Neytron esa hammasidan pryamoy o'tib ketyapti. Вот. Demak, biz bildik bu izluchение nima ekan, qanaqa zararli izluchение ekan. Bu izlucheniyani bizlarda mana agar Wikipediyani ochsak agar, mana Wikipediyada yozamiz Wikipediyada. Так, yozib ham bo'lmas ekan. Излучение. Так. Вот. Излучение yoqtiramiz. Hozir internet yo'qaylik. Так, излучение ketdi. Mana Wikipediyani ochamiz. Bu yerda aytyapti izluchение. Bu o'zi вообще qayerdan kelib chiqqan, qanaqa so'z. Mana bu yerda agar e'tibor bersak agar, mana слово излучение deyapti, происходит от явления исходящих волн. То есть любой толқын, polyam o'shandan chiqayotgan, chiqayotgan волна ekan, to'lqin ekan. То есть распространяющих во всех направлениях от источника. Mana chiqayotgan, любой narsadan chiqayotgan narsa ekan, tarqalayotgan narsa ekan. To'lqin sifatida yoki polya sifatida. Bu yerda rasmni berib qo'yibdi. Bu yerda ham maydagina Wikipediyada mana ko'ryapmiz. Bu yerda ham alfa, beta va gamma qo'yilgan. То есть alfa birinchisi qog'ozdan ham o'tmaydi, beta oddiy unaqa oyna shisha qo'ysa ham o'tmaydi. Bu yerda lekin o'tadi deb qo'ygan. Gamma mana hammasidan o'tadi gamma. Va yana bittasi bu neytron degan, u ham o'tadi. Bu излучение частица, bu излучение xavfsizlik nurlanishi ham bor. Излучение xavflisi ham bor. Misol uchun mana keldi, buni tushuntirishga harakat qilaman. Mana bu yerda agar e'tibor bersalaringiz, mana ионизирующее излучение degan. Ana shu ионизирующее излучениeni xavfli desa bo'ladi. Излучение ионизирующее mana o'zi belgilab qo'yapman mana. Излучение часто классифицируется как ионизирующее или ikkinchisi неионизирующее. Ионизация bo'lgan va ionизация bo'lmagan. Mana shu ionизация bo'lgani bu xavfli nurlanish hisoblanadi. To есть mana bu nurlanish hisoblanadi. Alfa, beta va gamma uchovi ham kiradi bunga. Bu ionизация bo'lgan nurlanish. Ikkinchisi esa неионизированный. То есть mana bu неионизированный nurlanish hisoblanadi. Mana shu neionizirованный. Ko'ryapsizmi? Neionizirованный. Bu nurlanish ionizatsiya bo'lmagan nurlanish xavfsiz hisoblanadi. Ionizirованныйga men aytdim nimalar kiradi. Ionizirованныйga mana bu kiradi. Alfa, beta, gamma. Boshqa nurlanishlar hammasi ionizatsiya bo'lmagan nurlanishga kiradi. Ya'ni xavfsiz nurlanishlarga kiradi. Lekin ularning xavfli zarar yetkazadigan joyi ham bor ekan. Misol uchun bu yerda aytayapti, ultrafiolet quyosh nuri neionizирующий, ya'ni ionizatsiya bo'lmagan nurlanishga kiradi. Lekin agar siz quyoshni tagida ko'p yotsangiz agar nima bo'ladi deyapti, sizni teringiz kuyadi deyapti. Mana shunaqa og'riqlik shikast yetkazishi mumkin ionizatsiya bo'lmagani. To есть ko'p yotsa agar avval qizitadi, keyin kuydiradi.
kojani. Mikrovolnovka ham neioniziruvchi bunaqaga kirar ekan mikrovolnovka. Mana bu yerda men nurlanishni rasmini olganman ko'p. Mana quyosh ham agar e'tibor bersak o'zidan nurlanish chiqar ekan. Boshqa rasmni ko'ramiz. Mana boshqa rasm. Tak. Вот quyosh ko'ryapmizmi? Солнечный ветер, ya'ni o'zidan солнечный вспышка chiqaryapti va yergacha yomon mana shu alfa, beta, gamma hamma zararli ionizatsiya bo'lgan nurlanishni yuboryapti, lekin yerni ham magnitni polyasi, ya'ni magnit nurlanishi to'lqini bor ekan. Mana shu magnit asosida yomon nurlanishlarni qaytarib yuborar ekan. Qaranglar, yer o'zini magnit bilan защищать qilyapti. Mana bu yerda yaxshiroq ko'rsatilgan, mana bu rasmda ko'ramizmi? Qanday magnit to'lqini, ya'ni polyasi bilan yer o'zini himoyalayapti yomon nurlanishlardan. Izluchение degan nurlanishlardan. Mana agar mikrovolnovkani olsak, oddiy mana mikrovolnovkani olsak, bu ham o'zidan juda qattiq nurlanish chiqarar ekan. Olimlarning aytishicha, buni nurlanishi mashinani elektromobil nurlanishidan ko'ra kuchi juda kattaroq. То есть mashinani elektromobil nurlanishi buni oldida hech nima emas ekan. Lekin buni ham nurlanishni ham oldida tursa hech nima bo'lmas ekan. Faqat bu nurlanishning chastotasi shunchalik kattaki, chastota bu nima deganda savolga mana bu rasmni keltiraman. Endi demak, bu rasmda e'tibor beramiz mana bu ikkita narsaga. Mana harakat qilaman chizib berishga. Tak, nazad. Mana bu to'lqin bilan da hozir mana bu to'lqin. E'tibor bering. Chastota deganda chistotasi, to есть mana shunaqa bir keladi, bir kelmaydi. To'lqinni o'ralig'i degani chistotasi, o'ralig'i. Mana bu ikki xil o'raliq. Mikrovolnovkaniki. Mana bunaqa chastotasi. Juda ham o'ralig'i kam. To есть tez o'zidan to'lqin chiqarib turadi, valna chiqarib turadi. Juda ham tez, chastotasi juda ham ko'p. Shuning uchun shunaqa tezligi bo'lgani uchun misol uchun sizlar ko'rgandirsizlarda qo'l misol uchun mana qimillayaptimi-da, mana bunday qimillatayversak agar qo'l qizib ketadi o'zidan o'zi, vibratsiya. Chastota ham mana bu yerdan to'lqin kiradi, chiqadi-da, misol uchun qo'ldan kiradi, chiqyapti-da. Shunaqa tez chastota mikrovolnovka valnasi nuri shunaqa tez chiqib ketyapti, tez kirib chiqyaptiki, bu qo'l bunday vibratsiyaga o'xshaydi. Vibratsiya bo'lgani uchun shunaqa tez vibratsiya bo'lar ekan, vibratsiya bo'lganda mana bu bunday trenorovka qilsak qiziydi-ku, vibratsiyada mana shu ham qiza ekan. Shuning uchun ovqatlar pishadi, vibratsiya bo'ladi ichidagi atomlari. Vibratsiya bo'lganligi uchun pisha ekan. Demak, davom ettiramiz. Mashinani to'lqini esa mana bu agar mikrovolnovkaniki bo'lsa, mashinaniki mana bunaqa hisoblanadi. Demak, umuman qizdirmaydi hech qayerni. Mashinada o'tirsa oyoq ham pishmaydi, ko'timiz ham qizimaydi. Chunki chastotasi shunaqa kam. Даже mikrovolnovkani oldida ko'p tursa ham odamlar zarari bor deydi, lekin zarari faqat u pishadi, u просто qizdiradi, biron joyingizni qizdiradi, pishtiradi. Vibratsiya bo'lganligi, to'lqin tez-ku kirib chiqyapti. Badanga tez to'lqin kirib chiqyapti. Ana shu tezligi bo'yicha badanning ichidagi atomlarini tez vibratsiya qilar ekan, vibratsiyada ular qizar ekan, qizishni boshlab, pishishni boshlar ekan. Bo'lmasa agar bu zararli bo'lsa agar mikrovolnovkada, mana bu mikrovolnovka agar zararli bo'lsa agar, to unda bu mikrovolnovkani chiqarmasdi. Yoki xotdokchilar buni oldida kun bo'yi ishlaydi. Ular o'lib ketardi 2 kun, 3 oy, 1 yilning ichida. Lekin qandaydir yashayapti. Buni faqat zarari bu oldida turish emas, просто bu qizdiradi, просто tamom. Mana shu.
bu ionizatsiya bo'lmagan nurlanishga kiradi. Ya'ni beta, alfa, omega, gamma yo'q bu yerga. Nurlanish nimaligini tushuntirib berishga harakat qildim. Tushunganlar tushundi, tushunmaganlar yana bir marta повтор qilib ko'rishi mumkin videoni yoki izluchение deb o'qib ko'rishi mumkin Wikipediyadan. Demak, elektromobil ionizatsiya bo'lmagan, ya'ni xavfsiz nurlanishga turiga kirar ekan va даже mana bu mikrovolnovkadan kim necha marotaba yengil hisoblanar ekan nurlanishi. Endi nurlanishga kelganda o'zi magnitniy pola nima degani, mana magnitniy polani qanday yaratsa bo'ladi? Agar mana bunga e'tibor bersak, mana bu rasmga mana o'zim chizib ham ko'rsataman. Mana bunga kattaroq qilamiz. Mana bu sim bo'lsa agar, mana bu tomoni plus bo'lsa, mana bu tomoni demak pastroqqa ketamiz. Mana bu tomoni minus hisoblasak, mana agar bu yerga plus minus bersak, misol uchun 12 volt berdik. Mana bu o'rtasida mana simdan mana bu yerdan tok o'tishni boshlaydi. Mana plusdan minusgacha ketdi tok deylik. Mana shunday ketaveradi. O'tyapti tok. Tok o'tayotganda simdan tok bunday qilib o'tayotganda mana bu aylanasida demak mana bu aylanasida tok o'rtasida pola paydo bo'lyapti. To'lqin. Ana shu pola magnitniy pola hisoblanadi. Pola paydo bo'lyapti. Ana shu magnitniy pola hisoblanadi. Demak, bitta sim mana o'zim bu oddiy naglядный primerda ko'rsatamiz. Mana shu simda mana oddiy sim bu. Oddiy sim mana shu yerdan agar men plus bersam, bu tomondan minus bersam, mana bu yerda simda, mana shu simda, mana bu simda magnit paydo bo'ladi atrofida. Shu atrofida mana shu atrofida magnit paydo bo'ladi o'rtasida. Magnit. Demak, oddiy mana buni olsak agar, primer qilib aytganda mana bu yerda rasmini olganman. Tak. Mana bunday rasm bor. Bu yerda rasmda o'ng tomonda tepada oddiy magnitni rasmi va atrofida chiqarilgan magnitniy polasini rasmi qo'yilgan. Chap tomonda o'ngda tepada sim bilan magnit yaratilgan. Точно shunaqa magnitga o'xshabdi. Simdan ham magnit qilsa bo'ladi, deyapti. Faqat simda mana o'zi ko'rsataman. Bunday qilib ko'rsataman. Mana bu oddiy magnit va mana bu to'lqinlari chiqyapti. Polasi to есть deylik. Mana bu o'ng tomonda, mana bu o'ng tomonda. Bu simdan qilingan magnit. Mana bu agar minus bo'lsa agar, mana bu yerda mana bu yerda ko'ryapsizlar, minus qo'ygan strelka qilib. Mana bu yerda plus. Mana plus qo'yilgan. Plus minusga agar tok bersa agar, demak mana bu simdan, mana bu endi ketyapti bu sim. Mana shu simdan mana bu o'rtasidan biror narsa qo'ysa agar, atrofida, mana bu atrofida mana shunga o'xshagan magnit paydo bo'layotgan polasi. To есть naglядni shuni ko'rsatish uchun mana bunday qilish mumkin. Mana demak, mana bu oddiy narsa. Men harakat qilaman ko'rsatishga. Tak. Agar mana shu oddiy narsani olsak agar, bu temir. Mana shu temirni olsak agar, mana bu o'zi
bitta sim agar mana shu simni tok o'tsa agar mana bu atrofida simni mana shu atrofida po'la paydo bo'ladi, magnit paydo bo'ladi. Faqat magnit shunchalik mizerni bo'ladiki, kam, что o'ziga temirni torta olmaydi, juda ham kam. Bu magnit kuchaytirish uchun oddiy mana любой mana shunaqa temirchani olib bu simni ko'paytirish kerak, shunchaki. Mana shunday qilib oddiy bitta simni uraymiz. Mana uradik. Tak. Uradik. Mana endi bizada mana shunaqa narsa paydo bo'ldi. Bunisiga minus, plus, bunisiga minus bersak agar, mana bu уже kuchli magnit bo'ladi va o'ziga mana bunaqa temirni уже tortib olishga kuchi yetadi. Mana bu magnit. То есть oddiy mana bunaqa magnit, bu oddiy magnit, bu tokdan qilingan magnit. Mana bu yerda mana bunday keladi, mana bunday valna bo'ladi. Magnitni po'la bo'ladi. Mana shunday keladi. Mana bunday valna bo'ladi. Bu tomondan bu tomonga valna bo'ladi. Keyin bu valnasi bilan tortib bo'ladi. Tak, buni tushuntirishga harakat qildim. Kim tushungan bo'lsa, tushunib oldi deb o'ylayman. Mana oddiy motorni olaylik endi. Bu oddiy motor. Bu tomoni. Bu tomoni va bu tomoni. Bu motorda 3 ta faza bor. Mana 1 faza, 2 faza va 3 faza. 3 ta faza. Va ko'ryapmiz, har bir unaqada sim o'ralgan. Mana sim o'ralgan. Sim nimaga o'ralgan? Sim mana bunday o'ralgan-ku, magnit qildi. Bu yerga ham mana bu yerda magnit qilish uchun simdan mana shu puzzlelarga o'rab chiqilgan magnit. Lekin 3 ta faza bu yerda. То есть bu motor mana bunday kiradi motorning ichida va motorni mana bu yerida bu ichki joyi bo'lsa, tashqi joyida motorning balonning tashqi joyida mana magnit bor. Mana shunaqa magnit bor. Bu yerda tok paydo bo'lsa, mana bu magnit mana bu yerda bo'lsa, bu yerda tok paydo bo'ldi deylik. Magnit bu yoqqa tortiladi. Keyin bu yerga paydo bo'ldi. Magnit bu yoqqa tortiladi. Keyin bu yerga paydo bo'ldi. Magnit bu yoqqa tortiladi. Shunday qilib, mana bu tashqi balon aylanadi. Mana shu magnitlar bu yerda paydo bo'laversa, to'lqinlar, po'lalar o'shanga tortilaverib, mana bunday aylanadi bu magnit. Shunda aylanish hosil bo'lib, balon aylanadi. Mana shu motor ana shunday ishladi magnit bilan. Endi bizlarga aytayaptiki, mana bundan chiqayotgan mana shu to'lqin, mana shu bunday agar chiqayotgan bo'lsa, mana bu to'lqin, mana shu magnitni po'la o'zidan kuchli magnitni po'la chiqaryapti, odamga zarar yetkazyapti, deyapti. Agar kuchli bo'lsa, zarar yetkazayotgan bo'lsa, bu narsa kuchli va zarar yetkazayotgan bo'lsa, birinchi joyimizni kuydirishi kerak edi. Xuddi mikrovolnovka bor-ku, qo'lni tiqib tursa agar ichiga, mana bu mikrovolnovkaning ichiga kuyadi-ku yoki ovqat pishadi. Bu ham biz birinchi joyimizni kuydirishi kerak edi agar zararli bo'lsa agar. Mana bundan chiqayotgan valna zararli bo'lsa kuydirishi kerak. Lekin nimagadir kuydirmaydi. Endi mana bunday olamiz. Mayli, deylik, chiqaryapti deylik. Zararli unaqa to'lqin chiqaryapti deylik magnitni. Endi mana bu moshinni ichidamiz. Mana bu moshin deylik, mana moshin. Bu oldi farasi deylik. Bu oldi. Ketdik, moshinni chizyapmiz dalshi. Mana bu yerda yana bitta baloni deylik. Tak, qimilyapti.
Tak, bu yerda bitta yana bitta balon deylik. Mana. Motion balon. Bu orqasi. Tak, bu orqasi. Bu o'rtasi bo'lsa agar eshigini o'rtasi, demak bu yerda sideniya. Bunday sideniya bo'lsa agar, birinchi sideniya oldingi sideniya odam o'tiribdi. Odam o'tiribdi. Tak, ikkinchisi odam mana bu yerda o'tiradi demak. Bu yerda sideniya bo'ladi va odam bu sideniyaga o'tiradi. Mana ikkita. Mana shu elektromobilni bu tagida, mana shu tagida joylashgan batareyasi. Motori esa mana bunaqa motori. Mana shundan chiqadi-ku to'lqin. Mana bunga misol uchun bunga kelsa agar tok, mana shunga kelsa, bundan mana shunaqa to'lqin chiqadi. Mana bunday to'lqin chiqadi mana shundan. Bunday bo'lib chiqaveradi. To'lqin chiqadi. Mana shu motor mana bu yerda turibdi. Mashinning orqasida mana baloni bo'lsa, mana shu yerlarda turibdi bu motor. Motor mana shu yerlarda turibdi. Endi tasavvur qilaylik, o'zidan mayli aytibdi, to'lqin chiqaryapti deyapti, zararli nurlanish chiqaryapti deyapti. Mana to'lqinida, mana magnitni polyasi o'zidan chiqaryapti. Mana bu yergacha keldi. Bu yergacha, keyin bu yergacha bunday. Tak. Mana bunday kelyapti. Bunday. Mana shu yergacha keldi deylik magnit. Mana shu paytda magnitni polyaning ichida odamlar o'tiribdi desa bo'ladi. Demak, ko'proq kimga zarar yetkazyapti deymiz? Ko'proq orqada turgani yaqinroq ekan magnitni polyada, shoferning oldida yo'q ekanda magnitni polya. Lekin o'zi vobshe mana shu polya shunchalik kuchlimi, bormi, yo'qligini tekshirishni hozir oddiy yo'lini, oddiy qo'l ostida bo'lgan narsalar bilan tekshirishni o'rgataman. Hech qanaqa aparaturalar kerak emas. Oddiy bizga mana shunaqa magnit kerak. Oddiy magnit. To есть menga bu magnit bor. Bu chunki men mashinaning ichida emas. Boshqalarga esa oddiy mana bunaqa kompas bo'lsa bo'ladi. Demak, kompasni ko'ryapmiz. Bu oddiy kompas. Mana shunaqa yaxshi zavodskiy zo'ridan topsa ishlaydiganini. Mana shu bilan magnitni polya mashinaning ichida bormi, yo'qmi tekshirsa bo'ladi. Mani qo'l ostimda bunaqa kompas yo'qligi uchun men oddiy telefonga sketchat qilib oldim. Telefonga sketchat qilib oldim. Demak, telefondan ko'rsataman o'zim mana. Oddiy kompas. Ko'ryapmiz, mana bu o'ng tomon bo'lsa, chap tomon shimol deb ko'rsatyapti. Demak, shimol qizil, mana bu qizilcha shimol. Qimirlamayapti, bitta tomonni ko'rsatib turibdi. Mana bu tomonda. Ruchka turadi. Ruchka tomoni shimol ekan. To'g'ri, bitta joyni ko'rsatyapti. Bu telefonni kompas to'g'ri ishlashi uchun biz mana bunday olib 8 qilishimiz kerak ekan. Mana 8 ni chizyapmiz kaputda. Bunday 8 ni chizsak agar kalibrovka bo'lar ekan kompas va joyiga qo'yamiz. Yoki 10-15 sekunda o'zini kalibrovkasini o'zi tortib olar ekan telefon. Sever o'sha tomon. Shimol o'sha tomon ko'rsatyapti. Endi agar magnitni polya juda kuchli bo'layotgan bo'lsa, buni sezishi uchun bu shu kompasni yoqib mashinaning ichiga kirish kerak. Menda mashina yo'q. Bor odamlar tekshirishi mumkin mana. Bor odamlar kompasni yoqib yoki
original kompasni olib qo'yilgan mashina ichiga kirib ko'rish mumkin. Bitta kompas bilan tekshirish mumkin, magnitli polya kuchli bo'lyaptimi yoki yo'qmi. Men o'zi mana magnitni buni oldiga yaqinlashtirsam, ko'ryapsizlarmi? Polya almashtiryapti. To есть kompas magnitni oldida noto'g'ri ishlaydi. Yerni o'zini magniti bor, mana oldim. Yerni o'zi magniti shimolda bo'ladi. Shimolni faqat ko'rsatadi. To есть ko'ryapmiz, shimol magnit tortadi o'sha tomonga, shimolni nuqtasini. Ko'ryapsizmi? Agar magnit bo'lmasa kompasni oldi, bu faqat shimolni ko'rsatadi, severni. Agar kompasni oldiga любой magnitni olib kelsak agar, olib keldik, magnit любой magnitni olib kelsak agar, u noto'g'ri ko'rsatadi. Mana даже aylantiryapman, kompas ham aylanib yotibdi, ko'ryapsizlarmi? To есть mashina ichida agar mana shu kompas mana bunaqa noto'g'ri ishlayotgan bo'lsa yoki в общем umuman ishlamayotgan bo'lsa, unda mashina ichida haqiqatan magnitli polya bor desak ham bo'ladi. Mana shuni oddiy kompas bilan tekshirsa bo'ladi. Magnitli polya. Mana aylantiryapman, o'zgarib yotibdi. Endi bu magniti bor bo'lsa ham, ichida mashina magniti bor bo'lsa ham, yana bir marta aytib o'tyapman, yana bir marta. Bu mana bunaqa zarar yetkazuvchi частица nurlanish emas, alfa, beta yoki gamma neytron emas. Bu odam o'ldirmaydigan va xavfsiz hisoblanadi. Bu xuddi telefoningiz qanday xavfsiz bo'lsa, sizning qo'lingizda, mashina ichida bo'layotgan mana bu nurlanishlar ham shuncha xavfsiz deb hisoblanadi. Yana aytyapman, magnitli polya даже kompas ko'rsatsa ham magnitli polya, bu degani xavfli nurlanish kelyapti sizga degani emas. U yerda mana bunaqa xavfli nurlanish yo'q. Xavfli nurlanishga mana shular faqat kiradi. Alfa, beta, gamma va neytron. U yerda bunaqa xavfli yo'q. Ya'ni ionizatsiya bo'lgan nurlanish xavfli hisoblanadi. Ionizatsiya bo'lmagan nurlanish buncha xavfli emas. Mana bu mikrovolnovkaga ionizatsiya bo'lmagan nurlanish bor, lekin shuni oldida odamlar aytadi, oldida ko'p tursa zararli bor deb. Zararli bo'lsa haydovchilar davno o'lib ketishi kerak edi. Buni zarari yo'q. Bu ionizatsiya bo'lmagan nurlanish. Bu shunchaki biron narsani ichidan ko'p tez o'tayotgani uchun nurlanishi qizdiradi o'sha narsani. Vibratsiya tufayli qizdiradi. Lekin mashina nurlanishi mana shu mikrovolnovkadan ancha kam ekan. To есть mashina nurlanishi zararli emas. Shuning uchun bizni mana shu haqiqatni tushunishimiz uchun bilim olishimiz kerak hammamiz ko'proq. Mana bu yerda даже aytayapti, производит милливаттный показатель, который прибор выдает внутри машины, не превышает допустимых норм. Tekshirgan qandaydir asboblar bilan допустимый normani chiqarmagan nurlanishlar. Приблизительно равны показателям, которые можно было бы увидеть на приборе во время разговора по телефону. Telefonda qanday ishlatayotgan bo'lsa, o'shanaqa apparatlar ko'rsatgan mashina ichida. To есть telefondan qanday nurlanish chiqayotgan bo'lsa, mashinadan ham shunaqa nurlanish chiqayotgan ekan. Yoki naushnikdan chiqayotgan nurlanishga teng ekan, telefon va naushnikka. Mashina nurlanishi, yana bir marta aytib o'taman, bilimsizlik bilan bizlarni hech kim aldamasin, bilimga ega bo'laylik. Mashina nurlanishi zararsiz nurlanish hisoblanadi. Umuman zarari yo'q. Albatta u magnitli polyasi juda kuchli bo'lgan vaqti bo'ladi. Uni ham aytib o'tiraman, qachon zaryadga tiqgan payti magnitli kuchlanish juda kuchli bo'ladi, megavatli o'tadi u yerdan. Shuning uchun zaryadga qo'ygandan ichidan chiqib turish kerak yoki oldida turish kerak emas. Bu kompas bilan nafaqat mana bu Leap Motors mashinani tekshirsa bo'ladi, balki BYDni ichiga ham kirib ko'rsa bo'ladi. Qancha bor ekanmi nurlanishi yoki yo'qmi. Mana shu kompas, oddiy mana bu kompas bilan BYDni ham tekshirsa bo'ladi. Mana shu kompas bilan oddiy mana shu kompas bilan BYDni ham tekshirsa bo'ladi. Mana o'ziga kelyapti, ko'ryapsizlarmi?
o'ziga keldi. Yana ruchka tomon shimolni ko'rsatyapti. Mana maydagina magnitchani olib kelyapman qo'lga. Maydagina magnitcha. Уже noto'g'ri ishlayapti. Maydagina magnitchani oldi. Ko'ryapsizmi? Mana. Magnit ana shu yerda tursa, ana shu yerda tursa magnit ana shu yerda ushlab turadi. Maydachasiga. Bu yerda menda kattasi ham bor. Kattasiga vashi aylanib ketadi. Mana aylantiramiz. Mana shunday qilib qo'yamiz. Endi ruchka tomon emas, shimol bu tomonda ko'rsatyapti. Ko'ryapsizlarmi? Mana. BYD'ni ham shunday tekshirsa bo'ladi. Agar kompus BYD'ni ishda ham ishlamayotgan bo'lsa yoki yomon ishlatgan bo'lsa, undan ham demak nurlanish bor ekan u. Nimaga uni gapirmaydi? Endi bu yerda nima bo'lyapti? Kim nima qilmoqchi? Kimga nimani dokazat qilish kerak? Bu menga qiziq emas. Dokazat qilib bo'ladimi ularga? Stoyitmi dokazat qilish buni? Kimga dokazat qila olamiz? Kim buni xohlayapti? Bizlarga qiziq bu menga qiziq emas. Men prosta mashina ichida nurlanish bormi, zararlimi, yo'qmi shuni tushuntirib berdim xolos. Qolgan xulosalar bu o'zingizdan. Hammaga rahmat. Deb o'ylaymanki, oddiy qilib harakat qildim tushuntirishga. Tushunib olganlar tushunib oldi. Xulosalar sizlardan. Hammaga xayr.